Barchaga assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sergeli Toshkent mashina bozoridamiz. Ko'rib turganlaringdek, hafta kuniga yakshanba 26-iyul sanasi bilan biz videolarni boshlaymiz. Xo'p, aziz do'stlar, sizlar Ulxom Tog' kanalidasizlar. Sizlar bilan men kanal admin Ulxomman. Videoga birdaniga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana bu joyda Nexia, Gentra, Onyx har xil mashina terilgan ekan. Bu videoni mix qilib olamiz. Iloji bo'lsa mana Cobalt ham bor ekan. Cobalt sizdanmi? Qo'shib chiqarib ketaveramiz. Mayli, va adilni ham bo'laveradi. Mana Cobalt, Nexia 3, Gentra egalari любой ruxsat berganidan mana shu joyda mix bo'lar ekan. Sizlar faqat like bosasizlar. Misol kimgadir Nexia 3, kimgadir Cobalt qiziq. Konkida uchish oson emas, lekin Rossiyada o'yga pul yuborish juda oson. Buning uchun esa tezda ilovasini yuklab oling va Rossiyadan O'zbekistonga eng yuqori kursda pul yuboring. Hoziroq ilovani quyidagi link orqali yoki Play Market va App Store'dan yuklab oling. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga yuqori kursda pul o'tkazmalar. Tezda siz uchun yaratilgan ilova. Kimgadir qora Gentra oq bor ekan. Egalari faqat ruxsat bersa, men video syomka qilib narx-navo bilan tanishtirib o'tib ketaman. Dastlabki Cobalt yili necha? 42 ming yurgan kraska. Hozir 4 ta balon. 4-chi pakalina. Chexol polilari bor. Hammasi joy-joyida. Bir so'm rasxoti yo'q. Necha pul so'rayapsiz? Dangar. 11 ming kami bor. 11 ming kami bor. Telefon nomerini ham bersangiz, keyin salonlarni ko'rsatib o'tib ketaman. 88lik 198 81 gap yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu Cobalt hozir salonlarni bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Necha gap bo'ldi bor? Gap yo'q, bo'ldi. Kraska toza dedingiz-a? Buni yopib qo'yibsiz-ku? Ha, endi ochildi usta. Mana 42 ming yurgan tablo ko'rsatib turibdi mana. Narxini 11 ming dedingizmi? 11 ming. Shumka bo'lganmi? Ha, shumka, polna shumka. O, polna shumka bo'lgan. Bagajini ham ochinglar. Mana, ko'rishlaring mumkin. Nexia 3 bor, Nexia 3 ni ham ko'rsatib o'tamiz ayollarimiz uchun. Yaxshi variant. Mana propan gaz. Degan Cobaltimiz. Tak. Yangi pachka Cobalt, damkarat qiluvchi hamma yo'q bor. Propan gaz degan aziz do'stlar. Gap yo'q. Bu bitta ana bilan zapravka bilan nechta yurasiz? 700 kilometrda. 700? Gap yo'q. Nech pul bilan to'ladi, sir bo'lmasa? Men 450 ming to'layapti. Endi zo'rda 450 ming bilan to'ldirib, ancha yursangiz kerak unga. Endi misol uyda u joyga borsa, bir hafta 10 kun ham yurib qo'yasiz. Endi ko'tarildi-ku, shunday vaziga. Shunday vaziga shunday bo'ladi. Gazamliki xavfsizroq-da. Ishonchli, xavfsizroq. Kimga qanaqa? Aka, xudo xolisa YouTubedan telefon qiladi, kelishtirib, xudo xolisa sotasiz inshaalloh. Bozoringiz bersin. Kameralarigacha bor ekan. Gap yo'q. Pul zaril sotyapsiz. O'zingizga taxlagan ekansiz. O'zim bilaman. Gap yo'q. Rahmat aka. Nexia 3. Nexia 3 yil nechi? 17. Mexanikami? Mexanika. Kraskasi toza. Probiga 228 ming yurgan ayollarimiz, singillarimiz uchun yaxshi variant qizil bardoviy Nexia 3. Lekin mexanika ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mexanikani ham haydagan singillarimiz bor, bemalol hayday olsak kerak. Hayday yurgan misollar bo'lsa, ko'rishingiz mumkin mana salonlarini. Xo'p. Kraska qayerda bor dedingiz? Kraska yo'q. Propan gaz degan. Bu tabletkami? Ha, mana. Tabletka degan gap yo'q. Nech pul so'rayapsizlar? 5200 kam bor. Bozor nima dedi? Nasib gap yo'q. Telefon nomeringiz? 99lik 476 66 65. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu Nexia 3 aloqaga chiqaverasizlar. Oldini ham bittaylarni ko'rsatib qo'ying. Rahmat tog'a. Kimga ma'qul bo'lsa, ko'raverasizlar. Mana mexanika Nexia 3. Yil necha dedingiz? 17. Yili pasrog'idan, narx pasrog'idan. 5000. Firma nomeri ekan, taklif qilishda muammo yo'qmi? Raz kredit emasmi? Gap. Paxtasi faqat firmani olib qo'yasiz. O'zingiz firmangiz uchun kerak? Yo'q. Ha, yaxshi. Muammo yo'q. Taklifda muammo yo'q. 5000 qancha dedingiz? 5200 kam bor. Kimga qiziq bo'lsa, mashina yaxshi ekan lekin. Yana ham ko'rsatasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat tog'a.
Mana bu joyda 22 qaror jentra bor ekan. Mana bu joyda 20 jentra bor ekan. Horma, yaxshimiz? YouTube olsak bo'ladimi? Ko'rsatsak bo'ladimi? Avtomat 20 ko'rishlaring mumkin. Xo'p, probegi 165 ming yurgan. Narxi 8800. Shunaqa yozib qo'yishgan. Telefonlari 50 36 38 68. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, oqidan jentra kerak bo'lsa mana. Bu sizdan emasmi? Tomda yuklari bor ekan mana. Hurmatli obunachilar. Bozor nima dedi? Bozorni ichib qildi. Mana arqadan ko'rinishlari. 8,5 ga yo'l turibsiz. Gap yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, 3 monitor turibdi, yaxshi chexol turibdi. chexol, sistematikon, vijigarlari bilan. Endi ichiga o'tirganingizga ko'rsatib nima qilmadim, ruxsat beradimi, yo'qmi? Xullas, mashina kankir do'ppida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Boshida telefon nomerlarini aytdim. Gem beramizmi? Gem beramiz. Gap yo'q. Bozoringiz bersin, charchamang. 10x bor ekan, bitta 10x. Assalomu alaykum. YouTube olsak bo'ladimi? Yili nechi buni? 2025. 10x so'raganlar uchun 10x ko'rsatib o'tib ketamiz. 25. Probegi nechta bo'lgan buni? 15,5 ming yurgan ekan. Avtomatidan. Nechinchi pozitsiya bu? 4-pozitsiya. Bularda 6 ta pozitsiya bo'ladi hech bo'lmasa. 10x. 10x so'raganlar bor edi. Kommentariyada mana 10x ham chiqib qoldi. Aziz obunachilar. 15 ming yurgan 4-pozitsiya mana. Kimga qiziq bo'lsa, YouTube'dan ko'rdik deb telefon qilsanglar, xudo xolasa aka bilan gaplashasizlar. Necha pul so'rayapsiz? 13 ming kam bor. Bozor necha pul qildi? Ha, gap yo'q. 13 ming kam bor. Giyim beramizmi? Generalni berasizmi? Oldi-sotdi bo'lsa? Yo'q. Oldi-sotdi bo'ladi. Gap yo'q. Telefon nomeringiz mana. 701 Kodi bilan. 91 91lik 701 60 34. 60 34. Gap yo'q. Rahmat aka, obzorga ruxsat berganingiz uchun. Kimga qiziq bo'lsa, 10x aloqaga chiqaverasizlar mana. Ko'rsatib qo'ydik. 10x da bitta rasmga ham tushirib qo'yaylik. Xo'p, keyingisi Metallica Svetda Nexia 3. Kimdan ekan bu sizdan? Qani egasi? Assalomu alaykum. Tog'adan ekan, yaxshimisiz? Yil necha ekan? 17. YouTube olsak bo'ladimi reklamaga? Telefon nomer berasizmi? Telefon nomer qo'ysak olamiz-da, bo'lmasa shart emas. Olmaymiz. Yo'q, avtomat ekan, lekin tog'a ruxsat berishmadi. Keyingi 10xchi. 25-55 ming yurgan 94lik 107 94 44 10x. Keyingisi mana 10x ikkita chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa, bu sizdanmi? 10x. 10x ham tog'adan shekilli. Vay. Jentraslardan. Assalomu alaykum. Nechi ekan? Lasettimi bu? O, 1.6 mi? 1.8 Lasettini o'ziga yarasha bizda nimalari bor, muxlislari bor. Mana topdik. Ko'ringlarchi nima gap? Qanaqa bu variant? Xo'p, kraska, probeg. Kraska ikkita joyida bor. Xo'p, Probeg 280 ming. 280 ming. Metan gaz bor? Metan gaz bor. Metan gaz bor. Avtomatidan 1.8 Lasetti chiqib qoldi mana. Hurmatli obunachilar, Abdukarim aka bilan syomka qilardik, Lasettilar alohida qilib mana. Siz egamisiz, tirikchilikmi? Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Olib sotar emas. Olib sotar emas ekan mana. Uskalari ko'rishlaring mumkin. 2011 280 ming yurgan. Telefonlari 98lik 123 74 71. Narxini so'raymiz. Narxi 5900 kelishamiz. Endi 5000 ga bermasangiz kerak, katta ehtimol bilan 5900 aytdim. 5,5 ming bo'ladi. Gaplashamiz. 5,5 ming gap. Yem berasizmi? Yo'q. Olib sotib qoladi. Gap yo'q. Telefon nomerini aytdim. 5900 aytilishi, oldi sotdi qoladi deyapti. Keyin bermaysiz, ha? Generalni yo'q ekan. Endi ko'nglini topsanglar, balkim berar, gaplashasizlar. Rahmat aka. YouTube'dan ko'rdik, telefon qilsa, chiroyli qilib berasiz. Spark bor ekan bitta. Sizdanmi? Yil nechi buni? Sparkimiz yili 2014. Probegi nechta bo'lgan? Qancha? 310 ming? 310 ming yurgan ekan. Probeg
obyektlar. Mexanika variantidan Spark. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Motor, katta motordan. Mashina benzindami? Gap yo'q, benzinda harakatlangan Spark. Shoxi boridan. Xo'p, necha pul so'rayapsiz? 4300 kami bor. Gap yo'q. Telefon nomeringiz? 91lik 002 72 47. Gap yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bu joyda bitta svetofor Spark bor ekan. Kimdan ekan? Egasi ham. Necha pul so'radi? Aytib ketdi. Yozilganmi? Spark taxlangan ekan, lekin egasi yo'q ekan. Nexia 3 ruxsat bermaydi o'tgan safar. Mana shu Nexia 3 so'ragandim. 70 ga 726. Bu Spark egasi yo'q deyapti hozir. Lekin Spark dahshat taxlangan ekan, ko'ringlar. Sariq diska, qizil diska. 99lik 804 1424 kimga qiziq bo'lsa, mana shu Spark aloqaga chiqaverasizlar. 98lik 338 33 23. Bu joyda bitta Nexia 2 turibdi. Xullas, qo'ldan kelgancha video tushirdik, hurmatli obunachilar. Layklar bosasizlar, kanalga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, biz Nexia 3lar qatoriga o'tib ketamiz.